Amerika, Angliya qatorliq davlatlarning diplomatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashidan Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida bir munozara uyushtirishni talab qildi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika 26 sentyabr dushanba kuni Jenevada yillik yig'inni davomlashayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashiga bu haqda bir taklif sungan. Sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet bu yil 31 avgust uzundan buyon kutilgan Uyg'urlarning kishilik huquq dokumentini e'lon qilgandan keyin Xitoy zo'r tanqidiy kuzatishga duch kelgan. Sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet bu yil 31 avgust uzundan buyon kutilgan Uyg'urlarning kishilik huquq dokumentini e'lon qilgandan keyin Xitoy zo'r tanqidiy kuzatishga duch kelgan. Mazkur dokumentda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga tutgan muomalasining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligi o'tirg'a qo'yilgan. Egilishicha, Amerika o'tirg'a qo'ygan bu loyihani Angliya, Kanada, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Irlandiya va Norvegiya qo'llagan. Xitoy davlati Afg'onistondan talab qilgan Uyg'urlarning berilmaganligi sababidan bu davlatga va'da qilingan mablag'ni to'xtatib qo'ygan. MIFA xabarlarining xabariga qaraganda, Afg'oniston Savdo sanoatchilar birlashmasining muavin raisi Alok Ozay Xitoyning mablag' selishini to'xtatishdagi sababi haqida to'xtalganda, Afg'onistondagi Islom amirligi hukumati bu davlatda panohlangan Uyg'urlarga qarshi Xitoy orzu qilgan ishlarni qilmadi va qilmaydi degan. Dünya Bankası bu yıl Xitoy iqtisodining o'sish mo'ljarini 4,3%dan 2,8% ga tushirdi. Dünya Bankasıning doklatiga qaraganda, Xitoy iqtisodining o'sishi 1990-yildan buyon tunji qatim Sharq Osiyodagi yangidan gullangan iqtisodiy gavdalarga qaraganda osta bo'ladi ekan. Xitoy raisi Xi Jinping g'oyib bo'lib necha kundan keyin davlat televiziyasida qaytib paydo bo'ldi. Buningdan burun Xitoyda siyosiy o'zgarish bo'lganligi haqida xabarlar chiqqan edi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping 27 sentyabr Beijing ko'rgazma zalida yangi davrga qarab ilgarilash temasidagi ko'rgazmani ziyorat qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xi Jinpingga bosh ministr Li Keqiang va boshqa yuqori darajalik amaldorlar hamroh bo'lgan. Oldingi hafta oxirida O'zbekistonda o'tkazilgan rayonlik boshliqlar yig'inidan qaytib kelgandan buyon televizorda ko'rilmagan Xi Jinpingning siyosiy o'zgarishda uyiga nazarband qilganligi ilgari surilgan edi. Daniya bosh ministri Mette Frederiksen Baltiq dengizida Rossiyaning Shimoliy Iqin 1 va Shimoliy Iqin 2 turbi yo'lidagi gaz eqib ketish voqeasining qasddan keltirib chiqarilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Frederiksen muxbirlarning kutilish yig'inida doiralarning buni qasddan harakat deb qarg'onligini, ularning gaz eqib ketishining tasaddubiy emasligiga ishonganligini bayon qildi. Qozog'iston Ichki ishlar ministri Murat Ahmadkanov poytaxtda Ostonada o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida 21 sentyabrdan boshlab 98 ming Rossiya fuqarosining Qozog'istonga kelganligi to'g'risidagi uchurni ham bahirladi. Uningdan boshqa Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilingandan buyon Gruziyaga kirgan Rossiya fuqarolarining taxminan 45% oshganligi e'lon qilindi.